Mazkur yılning 9 iyun kuni Yarkent shahridagi Madaniyat uyida Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazi yanidagi xonim-qizlar kengashining, shundaqla Panfilov nahiyalik hokimchiligi, Jetsu viloyati Panfilov nahiyalik Uyg'ur etno-madaniyat markazi va xonim-qizlar kengashining uyushtirishi bilan madaniyatlik ona va madaniyatlik avlod mavzusida anjuman bo'lib o'tdi. Çari tədbirinin rəsmi qismi başlanıb dövlət gimni yanğırğandan keyin bütkül hayatını xalqimizga, milliy madaniyatimizning taraqqiyotiga, shundaqla ko'plagan oilalarga saxovatlik ishlar bilan uylik makonliq qilib kelgan Nuroniy Onalar kengashining raisi bo'lgan, fani dunyodan boqiy dunyoga yaqin aradilib ketgan Nuroniy mehr shafqatlik onamiz Panfilov nahiyasining faxriy fuqarosi Jahongir Hoji Murodovaning hurmatiga eski 1 minut sukunat e'lon qilindi. Bu fəaliyyətə Almut şəhərindən Qazaxstan Uyğurlarının Cumhuriyetlik Etno-Madaniyat Mərkəzinin rəisi, Qazaxstan Xalqı Assambleyasının kengaş əzası Dolquntay Abduxilil, Cumhuriyetlik Uyğur Avazı Gazetining baş muharriri, Qazaxstan Xalqı Assambleyasının əzası Yershad Asmatov, Mərkəz Yenidki xanım-qızlar kengashining raisi Sanam Beshirova və Sanamadi başçılığındakı bir top xanım-qızlar, Panfilov nahiya hokimchiligining o'rinbosari Qanat Nurkesh o'g'li və Yarkent təvəssüdəki hörmətlik dəm ilishdiki ustoz onalar, hər xil sohalarda ishlayotgan xonim-qizlar ishtirok qildi. Fəaliyyətinin birinci qismida barcha qadam təşrif qilgan mehmonlar milliy qadriyatlarimizga oid o'rinlashtirilgan ko'rgazmalarni aralab chiqqan bo'lsa, keyin bola tarbiyasiga oid har xil mavzularda o'qilgan dokladlar ting'ishaldi ham shu atrofida fikr mulohizlar yurgizildi. Барлық докладларны тыңдаған болсаңдар, һәр бір докладның мәзмунында мұшы бал тәрбиесіге интайын чоң шүкірі мән берілгенде, шуның үшін мәселелерден өтініп сұраймын, мана бұл конференцияны неме үшін өткізіп жатырмыз? Бұның конференцияның итіда мана мәдениетлік ана, мәдениетлік ұрпақ дейді. Шуның үшін біз Anla özümüz birinci medeniyetlik bulsak, özümüzle şunu bilsek, bal terbiyesi desek, gelecekte yeni Kazakistan'ın kuruşta ballarımızı şunca yaş terbiye kılıp, aş koğamda layık ballarını, perzentlerini terbiyeleşimiz gerek. Жоғары, әйелдер біздің қоғамның дамуына баға жетпес үлес қосуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша республикалық аналар кеңесі мен оның өңірлік бөлімшелері мәдениетті ана мәдениет жобасын іске асыруда. Panfilov nahiyasidagi Uyg'ur etno-madaniyat markazi yanidagi xonim-qizlar kengashining raisi Mahinur xonim Ayupovaning xonim-qizlarning jamiyatdagi o'rni dokladi bo'yicha o'zi raislik qilgan yillar mobaynida o'tkazilgan faoliyatlari, faoliyatchan xonim-qizlar ham ularning bugungi kundagi jamiyatdagi o'rni, olg'a qo'ygan maqsad muddalarga to'xtalib, ish bilarman xonim-qizlarga alohida
ehtiromlar bildirildi. Fursati kelib, ushbu anjumanning yuqori darajada o'tishiga bor kuchini sarf qilgan, uyushtirgan Mahinur xonimga va yariylik bo'layotgan barcha xonim-qizlarga alohida ehtiromlar bildiramiz. Çare tədbirinin davamında Nurani Anılarga, faoliyatchan xonim-qizlarga Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazi tarafidan ta'sis qilingan saxovat, Köyümchan, G'amxo'r ham shundaqla xonim-qizlar kengashining raisi Sanam Beshirova tarafidan ta'sis qilingan Mehribon ona medallari, shundaqla faxriy yorliqlar tantanlik ravishda topshirildi. Andın keyin sehrlik saz dünyası, san'at yo'lida tarbiya ko'rayotgan badiiy havaskorlar, talantli naqshchilar usul to'plaridan tuzilgan konsertlik programma qo'yilib, barcha yig'ilgan tomoshabinlarga, mehmonlarga aram baxsh damlarini hadiya qildi.